Gultoji-xo'roz keng tarqalgan o'simlik bo'lib, nafaqat gulzor ko'rki, balki shifo manbai hamdir. Qadimgi Indoneziya, Hindiston, Afrika va Shimoliy Amerika davlatlarida yangi bargi va novdalari ovqatga ishlatiladi. O'simlik oqsilga boy. Bizda bahorda yangi barglardan somsa tayyorlanadi. Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, gultoji-xo'rozning mijozi ikkinchi darajada sovuq va ho'l. Issiqda va issiq mijozlar uchun juda foydali. Yeganda qondagi issiqlik va kuyishni tinchlantiradi, ichni yumshatadi, tanani namlaydi, issiqlikni quvadi, yaxshi suyuqlik hosil qiladi. Qaynatmasi oshqozon va jigardagi issiqlikni quvadi. Qaynatmasiga shiraz qo'shilsa, ta'siri yana ham kuchli bo'ladi. Gultoji-xo'rozni anor sharbati, achchiq bodom yog'i bilan pishirib ichilsa, chanqoqni bosib, issiqdan bo'lgan yo'talni davolaydi. Oftobda quyultirilgan o'simlik sharbatini gul yog'i bilan surilsa, issiq urishidan bo'lgan bosh og'rig'ini davolaydi. Quyultirilgan shirasi og'izdagi eskirgan yaralar va og'iz og'rig'iga eng yaxshi doridir. Gultoji-xo'rozning yaprog'i nihoyatda burishtiruvchi bo'lganligi sababli jarohat va yaralarni bitqazadi. O'simlikni ezib mahalliy ishlatilsa, teridagi qora qo'tir, teri qitishi, issiq shishlar va so'galarni, yaralarni davolaydi. Ammo yeganda hazmi qiyin bo'lib, sovuq mijozlarga zarar qiladi, jinsiy quvvatni pasaytiradi. Bunday hollarda uni hazm qiladigan issiq mijozli narsalar, zanjabil, murch kabilar iste'mol qilinishi lozim. Xalq tabobatida o'simlik surgi, yangi o'ti esa qon to'xtatuvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'tning suvli tindirmasi qon tupurish, bavosilda, hayzda ko'p qon ketishlarda tavsiya etiladi. Ilmiy tekshirishlarda gultoji-xo'rozning antioksidant, ya'ni yashartiruvchi, og'riqsizlantiruvchi, qondagi qand miqdorini tushiruvchi, malariyaga qarshi, yallig'lanishlarga qarshi, jigar to'qimalarini tiklovchi, immunitetni ko'taruvchi, spirtli tindirmasi esa nerv hujayralarini tiklovchi xususiyatlari aniqlangan. Quritilgan o'simlikning iste'mol me'yori 15 grammgacha.